Xalqimizning sevimli ichimliklaridan biri nima deganda choy ko'z oldimizga kelishi tabiiy. Qishning qahratonida ham, yozning jaziramasida ham birdek iste'mol qilinadigan bu mahsulotning foydasi haqida eshitganmiz albatta. Ammo hozirda har yerda uchratayotganimiz xaltachalarga joylangan choy. Aksar hollarda zararli deyiladigan bu mahsulotning tarkibi ham choydan iborat bo'lsa, unda qanday zararlarga ega bo'lishi mumkin? Bu haqida batafsil muxbirimiz Abdulhamid Hasanov lavhasida. Nonushtada, tushlikda, kechki ovqat payti va hattoki uxlashimizdan oldin ham ichadiganimiz ota-bobolarimizdan yaxshigina meros bo'lib qolgan choy. Hozirgi kunda bu mahsulotning xaltachalarga joylangan ko'rinishi ommalashgan. Bu bilan choynakni ham, piyolani ham choy qoldiqlaridan xoli qilamiz. Tanganing ikki tomoni bo'lganidek, foydasi bormi? Demak, zarari ham bo'lish kerak. Ixchamlashtirish va bajariladigan ishlar sonini kamaytirish hamma qatori oziq-ovqat sanoatiga ham o'tgani bor gap. Bunga misol esa choyning xaltachalarga joylanishi. Xalqimiz orasida paketchali choy deb yuritiladigan mahsulot bilan siz choydondan kerakli miqdordagi choyni chamalab olishdan, ko'p bo'lsa achchiq, kam bo'lsa bemaza bo'lib qolishdan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Bir dona xaltacha va hammasi hal. Ammo oson bitadigan ishlarning yakuni doim ham yaxshi bo'lmasligi hammamizga ma'lum. Bu qonun ahamiyatsizlik tuyuladigan choy bilan ham ishlaydimi? Paket ko'rinishidagi holatida, ko'k choyda ham, qora choyda ham kanserogen moddalar, og'ir metallar bo'lishi mumkin. Agar biz sifatli birinchi navdagi bargni butunligi holatida iste'mol qiladigan bo'lsak, bunda bizda vitamin mikroelementlari ko'proq saqlangan bo'ladi, ya'ni tabiiy holatda. Biz paketdagi choylarni sotib olganimizda ko'proq choyni qoldiq qismini, ya'ni choy changini sotib olamiz va uni tayyorlashda mana paketiklarda xlor moddasi ishlatiladi. Xlor moddasi qaynagan suv bilan birga kirishganida bizning organizmimizga juda katta zarar yetkazishi mumkin. Insonlarimizga biz albatta oliy navli butun choylarni iste'mol qilishlarini tavsiya qilamiz. Agar shunda ham paketlik choylarni xarid qiladigan bo'lsalar, ularni damlaganda 5 daqiqadan oshishi kerak emas. Ya'ni bundan keyin 10-15 minutdan oshib ketadigan bo'lsa, bu choylar tarkibidagi kanserogenlar suvga ajraladi va organizmga katta ziyon yetkazishi mumkin. Bu gaplardan so'ng kimningdir xaltachali choy haqidagi fikri o'zgarsa, boshqa bir inson u haqidagi tushunchalarni yana ham mustahkamlab olishiga shubha yo'q. Hali bu gaplardan xabari yo'q yurtdoshlarimiz esa oddiy choyni tanlashadimi yoki bugungi lavhamizga mavzu bo'lgani nima? Ularning paketchali choy haqidagi fikrlari qanday? Oddiy choy qilay. Paketchali choy. Oddiy choy. Oddiy choy. Oddiy choy qilay. Yo, oddiy zavarishdi. Oddiy choyni yaxshi ko'raman. Paketchali. Oddiy choy. Oddiy choy ham mazasi yaxshiroq paketchaliga nisbatan. Tabiiy choy. Ko'k choyni yaxshi ko'raman. Bu paketchalik ham qulay, lekin zarari ko'proq deb. Paketchalik choy odatda hamma choy yo'q, oxirgisi musor yig'iladigan uchun paketchalik ichmayman. Paketda u qandaydir yasama deb o'ylayman. Ham parashok. Paketdan musor surdim buvayt. Paketchalik endi o'tbitligi borganda shamasini qayerga ag'darishni bilmaydi-yu odam. Unda qulay. Dangasalida u. To'kib, chayqab nima qilmaymiz o'shani o'zida. Biz sizlarga xaltachali choy ichishni to'xtating demoqchi emasmiz. Hamma narsaning me'yori borligini esa o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu kun Abdulhamid Hasanov, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.